12-mavzuga keldik. O'tgan safardan biz pedagog mahoratni boshladik sizlardan, to'g'rimi? Bugun pedagog mahoratning ikkinchi mavzumiz o'qituvchi faoliyatida pedagog qobiliyat, kommunikativ malakalar va ta'sir ko'rsatish, bilimlantirish yo'llari. Kommunikatsiya haqida tushuncha o'z-o'ziga nima u? O'qituvchining kommunikativ malakasi, kommunikativ ta'sir etish yo'li, o'qituvchining kommunikativ madaniyati va o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish yo'llari haqida gaplashamiz. Bo'lish uchun qobiliyat kerakmi yoki yo'qmi? Qobiliyat bo'lsa, agar pedagog qobiliyat qanchalik sizning ish faoliyatingizda bu narsa muhim. Qanchalik bu sizga yordam beradi? Agar pedagog qobiliyat mavjud bo'lmasa, unda nima qilishimiz kerak? Diqqat bilan tinglab o'tirasiz. Demak, savol-javoblar qilamiz o'rtada. Yana vazifalarimiz bor. Bu adabiyotlar ro'yxati esingizda bor. To'g'rimi? Buni yozdirganman sizga. Birinchi dars mazmun kommunikatsiya, kommunikativ malaka, verbal va ishonch hamda uqtirish haqida gaplashamiz. Demak, birinchi bo'lib gaplashadigan narsamiz bu o'zi qobiliyat nima? Qarang. Pedagogik psixologik adabiyotlarni o'qib qaraydigan bo'lsangiz, olimlar aynan qobiliyatni shaxsning individual psixologik xususiyati deb tushunadi. Shaxsning individual psixologik xususiyatlariga nimalar kiradi? Va uchinchisi qobiliyat, psixologik xususiyat. Demak, har bitta insonni o'ziga xos. Boshqa hech kimga o'xshamaydi. Va mana shu insonni o'zida bu narsa shakllanib rivojlanib boradi. Tushunarli? Yaxshilab esingizda olib qolinglar, xo'pmi? Endi qobiliyat. Qobiliyatni iste'doddan farqi bormi? Nima deb o'ylaysiz? Shu ortib borishi natijasida xohlagan birorta bir davrda sizni birorta bir faoliyat turiga nisbatan qobiliyatingiz borligi yuzaga chiqishi mumkin. Bu xohlagan paytda yuzaga chiqishi mumkin. Bir xilda yoshi katta bo'lgandan keyin qaysi bir sohada qobiliyati borligini aniqlab oladi. Bo'ladimi shunaqa? Yevropa mamlakatlarida aynan chet elda andragoyika deyiladi bu narsa. Yoshi kattalarni o'qitish, ya'ni o'zida mana shu qobiliyat turi bor ekanligini aniqladimi, u darrov mana shu sohaga o'qiydi-da, keyin shu soha bo'yicha o'z faoliyatini olib boradi. Demak, bu bilim ko'nikma malakaga erishish dinamikasida yuzaga chiqishi mumkin. Qobiliyat tug'ma bo'ladimi yoki yo'qmi, bu haqida aniq bir pedagog yoki psixologlar tomonidan hali tadqiqotlar o'tkazilib, aniq shunaqa bo'ladigan xususiyat yo'q. Lekin bitta ta'rif bor, mana shu dinamikada yuzaga chiqadi. Nima? Demak, birorta bir faoliyat turini boshqa bir faoliyat turiga nisbatan osonroq bajarish. Shu narsa misol uchun kimdir ovqat pishirishga qiynalishi mumkin. Narsa pishirishga qiynalishi mumkin. Juda xohlasa ham o'xshamaydi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Kimdadir bu narsa oson bo'ladi. Yoki bo'lmasam kimdir matematikaga qiynaladi, tushunmaydi, qancha tushuntirsa ham, lekin kimlardir matematikani tez, oson olib ketadi. Kimdir she'r yoza olmaydi yoki bo'lmasam she'r yodlashga qiynaladi. Bir xillarda bu narsa juda oson. Demak, qaysidir bir sohada aynan nimanidir siz yengil va oson bajara olishingiz bu qobiliyat hisoblanadi. Pedagogik faoliyatda pedagogik qobiliyat bor, hurmatli talabalar. Bu nima degani? Aynan pedagogik faoliyatni boshqa bir faoliyat turiga nisbatan siz oson, yengil qabul qilishingiz va bajara olishingiz. Auditoriyaga kirganda yoki sinf xonasiga kirganda shu bolalarni ko'rishingiz bilan, demak, dars jarayonini boshlab, ular bilan muloqotni olib borishingiz natijasida sizda seziladi bu narsa. Shu narsaga sizning qobiliyatingiz bormi yoki yo'qmi? Dars natijasini ola olmaydi. Kimdadir bu narsa juda oson va tez amalga oshiriladi. Bo'lganmi shunaqa? Auditoriyaga kirasiz, qilayotganligini sezgan holatda, to'g'rimi? O'tamiz hozirgi qobiliyatlar chiqib ketasiz. Bu narsa aynan sizda pedagog shu qobiliyat o'qituvchiga kerak edi. Keyingisi konstruktiv, ya'ni darsni qurilishini tuza olish. To'g'ri amalga oshira olish kerak. Tashkiliy masalalardan biri, demak, qobiliyat turlari juda ham ko'p. Kishining pedagogik faoliyatga yaroqliligini va shu faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug'ullana olishini aniqlab beradi. Sizga yoqadi shu faoliyat. 45 minut bolalarga mazza qilib ta'lim berasiz. Darsingizni mazza qilib o'tib berasiz. Bolalar sizni darsingizdan miriqib ma'lumotlar olishadi, chizishadi. Sizga shu jarayonni o'zi yoqadi. Bu narsa sizda aynan qobiliyat bor ekanligini ko'rsatib beradi. Bu vaqtda shunaqa hozir amaliyotga borganingizda yo'q bo'lmayapti. Yo'q, bo'lyapti. Demak, bu aytganida mana shu pedagog qobiliyat bor ekanligidan dalolat beradi. Qiynalmaysiz bu narsaga.
Demak, mana shu xususiyatlarni aniqlab olish uchun, ya'ni sizda pedagogik qobiliyat bor yo'q ekanligini aniqlab olish uchun ba'zi bir omillar tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xo'p, yana Sherbakov degan pedagog olimimiz bor. Uni tasnifi bo'yicha u nima deydi? Ya'ni o'qituvchiga birinchi navbatda yuksak saviyadagi bilim va madaniyat kerak deydi. Qo'shilasizlarmi? Faqatgina o'zingiz sohangiz emas. Demak, psixologik o'tgan safar o'tuvdik yilidami? To'g'rimi? Pedagogik, metodik aynan bilimlar siz uchun juda ham kerak bo'ladi. Yo'nalishning aniq ifodalanganligi, ya'ni siz mana shu olib borayotgan faoliyatingizda yo'nalishingiz to'g'rimi, yo'qmi? Shuni aniq amalga oshira olmoqdamisiz yoki boshqa bir narsalarga chalg'ib, bu asosiy narsa qolib ketmoqda. Mana shu xususiyat. Yuksakning mavjudligi. Biz aytdik, pedagog o'z faoliyati bilan, ya'ni o'z xatti-harakatlari bilan bolalarni tarbiyalaydi. Sizda yuksak ma'naviy axloqiy xususiyatlar bo'lmasa, siz bolaga bu narsani bera olmaysiz. Pedagog jamiyatda har doim namuna bo'lganligi uchun u pedagoglar birinchi navbatda o'zi barcha yuksak ma'naviy axloqiy fazilatlarga ega bo'lishi kerak va u talabga javob bera olishi kerak. O'zbekani silliq xarakter. To'g'rimi, qahramonim? Mana shu Podlaskiy olimimiz, pedagog olim. Demak, bularni tasnifi bo'yicha tashkilotchilik, diagnostik, pertseptiv bu psixologik qobiliyat hisoblanadi. Bolani ichidan kechayotgan narsalarni his qila olish doir, ilmiy bilishga doir va gnostik qobiliyat. Xo'p, Gavakov obyekt ta'lim oluvchini his eta olish. Ya'ni sizni o'quvchilarni his eta olishingiz juda ham muhim. Sizda aloqa o'rnatilishi kerak. Sizdan ketayotgan aynan xususiyat bolalarga tushuntirishingiz, qarab gapirishingiz, to'g'ri o'zingizni ta'lim jarayonini olib borishingiz, u narsa bolaga ta'sir etadi. Bolaga bo'lgan munosabatingiz, insonparvarlik yuzasidan yo'naltira olishingiz, mana shu munosabatda bo'lishingiz yoki bo'lmasam aynan sizni bolani sevishingiz, aynan shu bolaga nisbatan mehr-muhabbatingiz, xayrixohligingiz bo'lishi shu jarayonga nisbatan. Ana shu narsa bo'lishi kerak. Kommunikativ, perseptiv bularda ham bor. Xo'p, shaxs dinamizmi, ya'ni irodaviy ta'sir ko'rsatish va mantiqiy ishontirish qobiliyati sizda bo'lishi kerak. O'zingizni boshqa chiqarmayapsiz kerak. Va kreativ, ijodkorlik, yaratuvchanlik bo'lishi shart albatta. Xo'p, Ganobay qanaqa tasnif bergan ekan? Demak, birinchi bo'lib didaktik qobiliyat. Didaktik qobiliyat aynan mana shu pedagogika yilida bo'lsa, sizlar bilan didaktika nazariyasini o'qidik, to'g'rimi? Aynan ta'lim faoliyatida samarali natijaga erisha olishingiz. Ya'ni mana shu ma'lumotni yetkazib berishingiz va natija ola olishingiz. Mana shu didaktik qobiliyat. Bu yerda ta'rifi keltirgan, aynan ta'rifini ham yozib olishinglar mumkin. Bu oson yo'l bilan murakkab bilimlarni o'quvchilarga tushuntira olishdir. Qobiliyat nima? Marhamat, kim aytadi akademik qobiliyat haqida o'z fikrini? Akademik qobiliyat bu barcha fanlar yuzasidan muayyan bilimlarga ega bo'lishlik. Bunday qobiliyatlarga bo'lgan o'qituvchi o'z fanini, o'quv kursini hajmdagina emas, balki ancha keng va chuqurroq biladi. Endi perseptiv qobiliyat nima? Mana shu perseptiv qobiliyat o'sha hurmat qiladida, baribir obro'si bo'lsa hurmat qiladi. Masalan, bilimi bo'lgan odamni hurmat qiladi o'quvchilar. Unda ham o'sha bilimi bor yuzasidan obro'si bo'ladi uni ustozi. O'zining shaxsiy xususiyatlari, bilimdonligi, aql farosatliligi, mustahkam irodasi bilan obro'yli. Qo'rqdi, jahl bilan obro'ga ega bo'ladimi? Yo'q. Sizga bo'lgan munosabati, to'g'rimi? Aynan shaxs, inson, oliy qadriyat sifatida sizga yondashishi, sizning uzoq xususiyatlaringizni hisobga olishi, insonparvarlik yuzasidan sizga yondashishi, mana shunda siz obro'ga ega bo'lasiz, to'g'rimi? Aqldan bitta gapirayotganda sizga tushuntirayotgan, diqqatim bo'linadi. Aql idrokning muayyan turlari, hozir javoblik, kamchiliklarga tanqidiy e'tibor, sobit qadamlilik sizda bo'lishi kerak. Hamjihatlikda ishlash, jamoa bilan ishlash. Xo'p, yana ijtimoiy kommunikatsiya insonlarning o'zaro munosabatlariga kirishning o'ziga xos shakli bo'lib, unda axborot uzatish, boya qizimiz aytgandek, til va boshqa belgilar tizimlari yordamida amalga oshiriladi. Tizimi degan nima tushuniladi?
Qo'l bilan. Ha, birinchisi yozma, ikkinchisi qo'l bilan. Hatto mimik harakatlar bilan. Yana Mimikalar. mimik harakatlar bilan yana Ko'rgazmali. ko'rgazmali qurollar orqali hop, yana Ko'z bilan iborat. ifoda etish, to'g'rimi? Hop. Bir-birini tilini tushunmagandan nima qilishadi ular? Devorda chizib ko'rsatgan, to'g'rimi? Bu ham aloqa, bu ham kommunikatsiya hisoblanadi. O'rnatgan ular. Nonverbal muloqotni. To'g'ridan to'g'ri aloqa o'rnatish. Hop. Nonverbal esa qanaqadir o'rtada sinov bilan vosita orqali. Tana harakatlari bilan muloqot qilish. Verbal muloqot og'zaki. Ishonish bu verbal muloqot bo'ladi. Imo ishora, harflar, yozuvlar orqali muloqotga kirishingiz bu noverbal belgilar orqali oshirib bera oladi. Verbalni aytdik o'ziga xosligini, noverbal o'ziga xosligi. Endi umumiyligi nimada u? Umumiylik, bularda ikkalasida ham maqsad bir xil narsa, ya'ni ma'lumot almashish bo'ladimi yoki tarqatish, tushuntirish, o'sha o'zida bo'layotgan narsani boshqalarga yetkazib berish. So'zlovchining nutqi kirishi mumkin. Yoki bo'lmasa video qo'yib bersam, videoda tushuntirib beryapti sizga, to'g'rimi? U verbal muloqot bo'ladi. Noverbal muloqot imo ishora, belgilar, harflar, yo'l yuzidagi yo'l harakati belgilari bu hammasi nima qiladi? Haydovchi bilan noverbal muloqotga kirishadi. Umumiyligi bo'lsa qarang, o'qituvchida ikkalasi ham yaxshi shakllangan gapirish kerak. Siz ham og'zaki nutq orqali va qo'l imo ishoralaringiz, mimik harakatlaringiz orqali bolalarga buni tushuntirgan. Mana shu slaydim orqali ham siz bilan muloqotga kirishmoqdaman, to'g'rimi? Lekin men yana og'zaki sizga yetkazib bera olishim kerak. Agar sizni qo'l harakatlaringiz bilan og'zaki gapirayotgan narsangiz bir-biriga mutanosib bo'lsagina, o'quvchilarga bu narsa tushunarli bo'ladi. Mimik, pantomimik harakatlar haqida siz bilan pedagogik texnika haqida o'tamiz. Aynan shu haqida shu yerda mavzuda to'liq ma'lumot berib o'tiladi. Vizual kontakt. Men siz bilan 80 minut davomida vizual kontakt o'rnataman. Har bittangiz ko'zingizga qarab, kim meni eshitmoqda, kim tinglamoqda, nutqim tushunarli bo'lyaptimi yoki yo'qmi, bu haqida hammasini tahlil qilib boraman. Keyin ishontirish nima o'zi o'qituvchi tomonidan. Demak, aynan sizni to'g'ri faoliyat olib borayotganligingiz birinchisi, jamiyatda pedagoglik kasbi juda ham muhim ekanligi. Ikkinchisi, bolalarga siz o'tayotgan fan ularning hayoti uchun juda muhim ekanligiga va sizni gapirayotgan gaplaringizni to'g'ri ekanligiga bolalarni ishontira olishingiz kerak. O'qituvchi shu narsani amalga oshiradi. Lekin ishonchlar kelib chiqish xususiyatiga ko'ra yolg'on ishonchlar va haqiqiy ishonchlarga bo'linadi. Haqiqiy ishonchlar nima? Soxta ishonchlar va haqiqiy ishonchlar. Ya'ni o'quvchilarning faoliyatini to'g'ri olib borayotganligiga ishontira olishingiz aynan ishontirish. Haqiqiy ishonchlar bitta hisoblanadi. Bu adabiyotlarda shunaqa berilgan. O'z vatani uchun jonini berish bu haqiqiy ishonch hisoblanadi. Gipnoz holatda o'qitirish eshitgansiz, to'g'rimi? Psixologlar bundan juda ham mohirlik bilan foydalanishadi. Bir xillarda bolalarda shunaqa fobiyalar ong ostiga o'rnatib qolishi mumkin va u katta bo'lganda ham aynan shu narsa ta'sir etishi mumkin. Gipnozga tushirgan holatda mana shu ong ostidan o'sha noto'g'ri informatsiyani olib tashlash orqali bolalarni fobiyadan ham qutultirishimiz mumkin. Chunki siz uxlaganingizda ong uxlamaydi, bilasiz-a? U informatsiya qabul qilaveradi. Mana shu informatsiyani qabul qilib ong ostiga o'rnatilgandan keyin siz uyg'oq holatda bu narsani bilmasligingiz mumkin. Lekin shu jarayonga duch kelganingizda ong bu narsani chiqarib beradi. Chunki o'sha narsa bor, ong ostiga o'rnatgan. Shu narsa ham bugungi kunda keng qo'llanilmoqda va bu soha rivojlanib bormoqda. Tarbiyaning hayot faoliyat bilan bog'liq hodisa ekanligini bilib qo'ying. Bolalarning hayot hodisasida ta'sir qiladi. Shaxsiy jamoada tarbiyalashning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olishingiz kerak. Mana shu o'quvchilar jamoasini shakllantirib oling. Sizga oson bo'ladi. Bolalar bir-birini boyagi aytgan narsalarimiz uchun qadrlashni boshlashadi. Tarbiyalanuvchi shaxsiga nisbatan talabchan bo'lish va uning shaxsini hurmat qilish talab qilasiz. Uyga vazifani o'z vaqtida bajarib kelishga. To'g'rimi? Faningiz doirasidan berilgan ma'lumotlarni o'zlashtirishi kerak. Berilgan vazifani bajarish kerak. Lekin shaxsiyatga o'tmaymiz.